Assalamu alaikum ve rahmetullah berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım, hammalarninki mushu vaqti ve bununki vaqt xayrli bolsun. Men dostumlar Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'dan, üzemniki Zeytunburnu'ndaki üyemden sizlarga salam berýatman qadirli qarindoshlar. Taqdiring qandaq bolsa, tadbiring qandaq bolsa, taqdiring şundaq bolur. Her insan özünün təqdirinin tümürçüsü deydiğən bir hikmetlik sözlerimiz var qadirli qarindoshlar. Qur'an-ı Kerim'deki Allah'ınki təqdir düşüncesi, yani Allah bizge təqdirini qandaq düşündürüpdü. Təqdir hukumuda burunqi sahabiler, tabi'inlarınki göz qaraşları ve şu vaxtki yaşayan ustaz Hasan el-Basri'ninki yazgan Kader Risalesi toğruluq ügünüş qılıvatqan. Bugün şu Kader Risalesinin yazğıçısı bolğan Hasan el-Basri'nin uslubi toğruluq toxtulup ütümüz 95. bet qulamdaki bu Finlandiyadaki Heytaxun qarindişimizden tercüme qılğan Kader Risalesi ve şerhi degan Mustafa İslam oğlu ustaznınki kitabından ügünüşü davamlaşdırırız. Hasan el-Basri'ninki uslubi. Küreş qilish uslubi. Kader Risalesi muallifinin mektubiga bir isim qo'yishga to'g'ri kelsa, uning eng loyiq isim hech shubhisizki Mü'dətillik mektubi bulatdi. Onun o'ttiri halliq yo'lini tuvandagidek yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, siyosiy o'qituvchilikda mü'dətil bo'lish, ya'ni u xorijilarga o'xshash qurolli qo'zg'olon yoki murjiyalarga o'xshash zulmga jontayoq bo'lish yo'lini tutmagan edi. Ikkinchi, ilmida mü'dətil bo'lish, ilmni adoqi g'oyimi qilib olmagan va shundaqla uni haqirmi ko'rmagan o'ttirhal yo'l. Uchinchi, kundalik hayotda mü'dətil bo'lish, dunyo parastmi bo'lib ketmaslik, ruhanilishibmi ketmaslik. Dördüncü, kader düşüncesideki mü'dətil buluş. Allah'ın mevcudatqa müdahalesini red qılmaslik, şunun bilen birge hür irade ve insanın ahlaki mesuliyetini mu chetga qiqib etmeslik. Beşinci, çoğun günah ötküzgenler hakkında mü'dətil buluş. Hariciler okşaş tekfir, yani kapırgı çıkarıp etiş, tekfir qılmaslik. Murciyalarga o'xshash iymoni bo'lsa hech bir gunohning zini bo'lmaydi debmi qaramaslik. Onun mü'dətil bo'lishni chiqish qilgan pozitsiyasi uning har bir so'z harakatiga singan edi. İmam el-Basri'den o'zini ibodatga otib etgan kishi bilan bola chaqalarining turmushini qamdash uchun chepib yurgan kishining qaysi fazilatlik deb so'ralganda o her ikisinin talabga layık doğru yolda emasligini ifadelagan bo'lib, hayatı sözünün ispatı idi. O zahidlik nomidan terki dunyolikni yoki dunyo parog'atiga g'arq bo'lish yo'lini tutmagan edi. Yuqoridagi misoldan ma'lum bo'lgandek, o ishlarning eng afzali o'ttirhal yo'l ustida bo'lganidir degan nabaviy dasturni prinsip qilgan edi. Hükümdarlığa boğan muamelesinde bu prensipini köreleyimiz. Onun hayatı bu prensipinin namayendisi bilen tolup taşkan idi. Her isyanını qarğulaçı qollab kuvvetlemeslik bilen birge zulüm gumu jantayak boğmagan idi. Başta etkinimizdek ana hem dadı taraftan Arap boğmagan, yani mevali biri idi. Emeviler xuddi təqdirçi, yani cebir ideologiyasını qollagandek Arap milletçiliki, arube nimo devlet siyaseti qılıb algan. Arap öktüçilerinin kuluğu düşüp qalganda, ulağı bir həssi zulüm qılgan bolsa, Əcəm, Arap bolmağanlar öktüçilerinin kuluğu düşüp qalganda, Araplarga qaraganda 10 həssə qattiq zulüm qılatdı. Əcəmlərə aqılğa sığmağıdak usullarını qo'llanatdi, qattiq xarlaydı. Hürmetki sizaver boğan ve hal ehvali yaxşı boğan Hasan el-Basri'ni şunca ilmi heybetiga qaramay, qo'zg'olonlarda arka planda turuşuga sebep boğan yoshurun amillarning biri
moşu buluş ihtimaliga yakın. Onun zulümge karşı öşmenligi bir nefret, adaletki boğan muhabbeti bir nurga o'xshaydi. Bu vəcidən boz gerek, o 4 xəlifənin artuqçılığını tilga alğan bir vəzdə Hazreti Ömer'ni birinci qatada, Hazreti Ebu Bekir'ni ikinci qatada tilga ilib o'tgan edi. Onun Emevilerge karşı öktüçülükünün derecesi hakimiyetinin qattiq qo'lliqiga mos holda oshgan edi. Onun Muaviye'ge boğan köz karışı klasik kalamның endizisiga sığdırgılı bo'lmagan derecede prinsipaldır. Tabari 51. yıl vakaları münasebeti bilen ve İbn Kesir tarihleri nakil kıldı. Hasan el-Basri dedi ki, Muaviye'nin 4 işi baki, bu işlerden yalğız bir boğan təqdirdimi, onun halak buluşuğa yeterlik idi. Birincisi, o ümmetinin üstüdeki hakimiyetini şura ornuğa kılıç ve muştumzorluk bilen kolga keltiydi. İkinci, oğlunu Velid Ahdi yani Urun Basar tayin kıldı. Halbuki üzü Yezid'nin harakkeş, işretxor, ipek kiyim kiyip keyip sapa kılıdığan birisi işkellikini biletti. Üçüncü, Resulullah'ın hükmüge pisend kılmay, haram bir işini kılıp, Sümeyye'nin oğlu Ziyad'ni nesabige yani cemaatine koşup devlet memuriyetini uruq tuqqanlarının kuluğa berdi. Dördüncü, Hucur bin Adi ve sebdaşlarını öldürdü. İmam el-Basri'nin Emevi xandallıqının kurgucusu Muaviye bin Ebu Sufyan üçün kılgan bu sözlerini öktüçülükünün prinsipal işkellikinin delili dep karısak buludu. O ta ki baştan ahırgıca saltanatga karşı kurultay yani kengeş yolunu yakılap kelgen idi. İbn-i Cevzi'nin nakil kılışça o mundaq degen. Eğer Mughire bini Şube Muaviye'nin emriga asasen Yezid üçün zorluk bilen beyat almagan bolsa idi, kıyametki kadar halife şura yani kengeş tarafından sayınlattı. El-Hasanul Basri 37'de depti. Bu sözden şunu kirvelişki buludu ki El-Basri Muaviye'nin oğlu Yezid'ni Urun basarlıqa təyinlişini İslami siyasetdeki bir qeyiş ve nebevi sünnetten ayrılış dep qarıgan idi. Asli dikkat qilishga tegishli bo'lgan nuqta onun devletini idare qilish ve başquruş qurulması da şura ve kengashning tegishlik o'rni ve kıymetini tonup yetkenlik idi. Çünkü onun derecesindeki nurgun nüfuzluk ilim ehlidin Kur'ani siyasetinin tüp ve asasi türlüklerinin biri boğan kengeşnin ehmiyetine dair birer yerim cümle bolsumu söz kılganlıkıga şahit bulanmadık. Siyasetinin kanunluk buluşu, başkurulguçularının tanlışı ve rizasının kildiğanlıkının ibaret hakikatini bunun mı yarkın ifadelikli olması gerek. Kengeş asasında şekillengen hakimiyetinin kıyametki kadar devam kılışı onun arzu armini idi. El-Basri Kur'an-ı siyasetinin şura prensipini emelden kaldırıp onun onuğa hanedan sistemisini ornatkan Muaviye'ni tenkit kılıştın üzünü tartmagan idi. İmamның jasareti ba'zida eng yuqori pallaga chiqqan edi. Rivoyatlarga qaraganda Haccajning yuziga osmon ahli sendan nafratlanadi, zamin ahli sana la'nat o'qiydi degan edi. El-Muniya nomli asarining avtori İbn-i Murtazaning bayon qilishicha, u bu so'zni Haccajning vasitdagi sarayning ichilishiga da'vat qilgan chaqiriqiga ijobat qilib, sarayni ko'rgandan keyin aytgan va orqasidan shu so'zlarni qilgan. Alloh haqiqatni yushirmaslik to'g'risida olimlardan va'da olgan. Onun Haccaj bilan orasida egri to'qay munosabatning borligi ma'lum bo'lmoqda. Bir kuni Haccajning amonlik amirlaridan biri El-Basrining oldiga kelib, tövbe kıldım. Bundan keyin haraq içmeymen degan.
El-Basri zalim hakimiyetki yantayak bo'lganligini ima qilib turib, onu mundaq agahlandırgan. Sen tövbe qilishni avval çoğun günahingdan başla. Haccajning ölüm xabarini algan vaqtida secdege berip mundaq dua qilgan. Allah'ım onu öldürgünündek o açkan çığır yolumu itib etkin. Yazid bin Abdülmelik'ten korkan Irak valisi İbni Hubeyra'nın yüzüge Allah seni Yazid'nin şerrinden saklaydı. Bırak Yazid seni Allah'ın şerrinden saklayamaydı deydi. O esnada onun bilen birle valinin huzurunda yani iki alim var idi. Biri Yurtlıqı İbn Sirin, yeni biri Kufalik alim Şabi idi. Vali İbni Hubeyre Yazid'nin hakka ve adaletke mas kelmeydiğin emirlerge qarıta özünün qandaq qilishi to'g'risida uladımı sorgan. Biroq ular Hasan namayan qilgan jasoratni ko'rsatmagan idi. Bu noktada şunu qistirib o'tayli. Bu İbni Hubeyre Kufa valisi bo'lgan vaqtlarda Ebu Hanifani qozilik taklifini rad qilganlik uchun 3 kun zindonga tashlagan ve qamchilatgan idi. Ebu Hanife bu valini ima qilib, Allah bilan qasamki, o mendin vasit camiasının işiklerini sanışımını talep qilsa, qilmayman degan idi. Cahiz Hayaven namlıq əsrdə mundaq qayd qılgan. Emevi ailesi üçün qilich oynatqanlardan biri bolğan Raqi bin Abil Asbat bir günü onun yeniga kelib, "Ey Ebu Said, pitning qani tigib ketgan bir kishi bilan namoz o'qish to'g'risidagi fatvoying nima?" deb so'ragan. O ilim halqisi ishidagi jamoatning ishida mundaq tarixiy javobni bergan. Musulmonlarning qonlarini itning qanini to'kkandek oqqizib, emdikilib, pit qanining hukmini so'rash g'alatilik emasmi? Hakimiyetga yaqin ba'zi kishilar hukmronlarning zulm ve ahlaqsız qilmishini tanqid qilishni g'aybat nomi ostida cheklamoqchi bo'lganda Hasan al-Basri kas-kamas gunoh qilgan fosiqning g'aybati bo'lmaydi. Havoyi havas ve nefsini ilahlaştırıp alganlarning g'aybati bo'lmaydi degan fatvosi bilan bu oyunni buzgan. Emevi hakimiyeti onun ata divani, yani devletning maaş berish organidan elayotgan maoshini to'xtatib etgan bo'lib, haqqini Ömer bin Abdülaziz davrida ola olgan edi. Hakimiyetning g'azabini keltirib qo'ygan vaqtlarda yoshirinib yurishga majbur bo'lgan ve hatta vafat bo'lgan qizining jinozasiga qatnasha olmagan edi. Onun uda 3 yil hakimiyetdan qochib yurganligi rivoyat qilinadi. O hakimiyetning zulmiga qaratilgan qattiq o'qituvchilik pozitsiyasini to'xtatib qo'ygan vaqti nihoyat az bo'lib, bu dal Ömer bin Abdülaziz davri edi. Emevi xonadonligini bir zulm dengiziga o'xshatsak, bu muborak xalifa shu dengizning 3 adalet arallarından biriydi. Qalgan ikisi xilafetke olturgandan keyin aran 6 ay yaşagan Yezidning oğlu 2. Muaviye ve Yezid bin Velid idi. İmam el-Basri üzülüp qalgan maaşının yeniden berilishiga başlagan Ömer bin Abdülaziz davrida qisqa vaqt Basraning qozilik vazifasini o'tagan. Shundaqda o hakimiyet bilen arasındaki musafini Ömer bin Abdülaziz davrida saqlab kelgan. Xalifa onunga mektup evatib, devlet xizmetida ishletish uchun isim talab qilganda onunga bundaq javob bergan. Dünya insanını sen xalamaysan, ahiret insanları bolsa seni xalamaydı. Bundaq ahvalda Allah yardımcın bolsun demekten başka ilacım yok. Siyasi muhalefet uslubi. Kader Risalesi muhalefenin hakimiyet zulmüne karşı tutkan muhalefet, yani öktüçülük düşüncesini günümüz tabiri bilen aytganda ammevi itaatsizlik yoki passib qarşılık ko'rsatish degan hukmlar nihoyatda yaxshi ifodalab berdi. El-Basri qo'rqqanligini yushirmagan darajada durust,
qo'rqusiga asir bo'lmagan darajada prinsipchan kishi edi. O qo'rqqanligini yushirmaydi. Buning o'rnak sifatida Ibn Hajar al-Haytamining Fatwa nomli asarida hadischi al-Mizzin naql qilgan shu tipik misolni bayon qilishga bo'ladi. Al-Basridan sen Rasulullohni ko'rmagan turib, nima uchun shu hadisni Nabiydan eshitdim deyalaysan? Nabiydan anladim deyishing uchun sen uni ko'rgan bo'lishing lozim deb so'ralgan. Hasan al-Basri bu savolga men shundoq degan barliq rivoyatlarda Ali ibn Abu Talibni nazarda tutib turib aytdim. Men Alining ismini tilga ilishning uzula hayoti xavf elib kelish ehtimolligi bor bo'lgan shundoq bir zamonda yashayapman deb javob bergan. Ibn Sa'd ve Tabarning naql keltirishicha, hadischi taliblardan Ayyub As-Saxitiyani mundaq deydi. Hasanning yeniga keldim. Onun bilan qadar to'g'risida munozirlashdik. Oxirida uningga hokimiyat bilan tahdid qildim. Hadastuhu bis sultan. Shuning bilan o buningdan keyin bu vaqtda hargiz eg'iz ochmayman. La audu fihi badal yawm dedi. Agar bu voqea to'g'ri bo'lsa, qo'rqqan bir qatim, qo'rqitgan kishi ikki qatim ayblashga uchragan bo'ladi. Hasan al-Basri'ni qo'rqitgan amil guvoh bo'lgan hayot tajribasi edi. Ustozlaridan, do'st, yorallaridan, hatto toliblaridan nurg'unlari hokimiyat tarafidan qatl qilingan. Qiyin qistoqlarga duch kelgan, xo'rlangan, palangan, oilasi xoni vayron qilingan edi. Guvoh bo'lgan bu hayot tajribalari, ko'rgan va anglaganlari onun hokimiyatning zulmiga qarshi tadbir elishiga turtki bo'lgan. Onun algan tadbirlaridan birisi ehtiyot qilish ma'nosidagi taqiyya edi. İmam al-Basri'ning muhalifat uslubi taqiyya, ehtiyot qilib o'zini daldiga elishni o'z ichiga oladi. O Qur'ondagi taqiyya ruhsini izohlaganda taqiyya qiyomatga qadar baqidir deydi. O favqulodda ahvollarda xavf ostida haqiqiy e'tiqodni yushirib, o'zini daldiga elish ma'nosini ifodalaydigan taqiyyaga bir necha qatim murojaat qilgan edi. Onun bilan zamondosh nurg'unlagan olimlar duchor bo'lgan amaviy zulmidan o'zini taqiyya vasilasi bilan saqlab qola olgan edi. O davr tog' tashlama qo'rqinchdan nesibasini olgan bir zaman edi. O zamandaki alimlardan Ebu Vaile İyas binni Musavi'den bir kişi sen haqni bilib turib nimishqa qadar to'g'risidagi tushunchangni yushursan deb so'raganda men Ceylan bilan ko'rishgan va haqni, adolatni ko'rgan edim. Biroq uningga o'xshash kirisqi mixlanishni xohlamayman deb javob bergan. Yani yuqoridagi naql bayon qilingan manbada mundaq bir voqelik naql qilinadi. Öz vaqtida olimlardan Amir bin Dinar bir olimning tutquli yerga tekkizilmay elib ketilganligini ko'rib, jinoyatining qadar to'g'risida davlat ideologiyasiga qarshi gap qilganligi ekanligidan xabar topdi. Amir bin Dinar yaxshilikning Allohdan, yomonlikning insondan ekanligini aytmabdimi deb so'raydi. Suoliga shundoq aytibdi degan javobini olganda o haqqa sizlardan bakroq yaqin deydi. Shuning bilan atrofidagilar undaq bo'lsa, bu tushunchangni nimishqa ochiq oshkor ifodalamaysan deb so'raganda Amirning javobimi yuqoridagi bilan o'xshash bo'lgan. Ya'ni uning beshiga kelgan kulpatlarning mening beshimga kelishidan ansirayman. Fadlul İtizal 327 betden 333. betkice. El-Basri shuncha ehtiyotchan bo'lishiga qaramay, vaqti kelganda haqni so'zlashdan bosh tortmagan. Hazreti Alining ismini tilga elish o'limga ko'krak kirish bo'lib qolgan bir zamonlarda o dadillik bilan o yani Hazreti Ali bu ummatning Rabbanisidir degan.
Hazreti Ali şehit qılınğanda o texi 20 yaş çağımısıda idi. Biroq İbnul Cevzi naql qilgan bu so'zlari onun yashiga qaraganda ilmda yuqori seviyaga yetganligini ko'rsatdi. Qasam qilib aytamanki, Allah'ның o'qlaridan bir o'qni yo'qitib qo'ydinglar. O hargizmi Allah'ның emriga qarshi ish qilmadi. Aksicha meyli o'zining ziyniga bo'lsin, meyli o'ziga foydali bo'lsin, doim Qur'onning barliq hukmlariga birma-bir amal qildi. Hasan al-Basrining muxolifat tushunchasi kuch ishlatishni rad qilgan bir uslub edi. O o'zgarishning Qur'on orqali emas, islohiy hol, ya'ni toplumning o'zgarishi bilan amalga oshadiganligiga ishonatdi. Shunga toplumning o'zgarish sunnatini ifodalagan tuvandagi oyatni ko'p o'qiydi. Muhaqqaqki har qanday bir qavm a'zolari o'zining ahvolini o'zgartmagicha Allah o qavmning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Rayd 11-oyat. O öz davridagi avomning öz ahvolini o'zgartish haqidagi irodasini kuchli emas deb qaraydi. Hatto zolim hukmronlarni Allah o qavmga qarata bir jazo ve balay musibat sifatida musallat qilgan deb qaraydi. Onun bu tushunchasini İbnul Cevzi naql qilgan tuvandagi voqeadan bilalaymiz. Hasan zalim Haccajga beddua qilayotgan bir odamni ko'rdi ve mundaq dedi. Onu hükümran qilgan sizlar o'zinglar emasmi? Haccaj bir kuni o'lsa yoki amalini elib tashlansa, onundan battar maymun yoki to'ng'iz mijoz birisining onun o'rniga chiqishidan ansirayman. Rasulullahning amallaringlar qandoq bo'lsa, sizlarni boshquradiganlarmi shundoq bo'ladi. Sizlar nimaga loyiq bo'lsanglar, shundoq boshqurilisizlar deganligi rivoyat qilinadi. Al-Basri malomanchilik ve bir hakimiyatdan mahrum bo'lib qilishni eng zolim hakimiyatdan xatarlik deb qaraydi. O aytadiki, hükümdarlar bo'lmasa, xalq bir-birini yeydi. O yaşagan davrida kuchlik bir hakimiyatning bo'lmasligidan kelib chiqqan salbiy ahvollar onu bu tushunchaga keltirib qo'ygan edi. Davlatning zulmidan qaqshigan nurg'un kishilarning hakimiyat nuqtasidan ojizlik ko'rilgan hamon o'zlari shikoyat qilayotgan zulmdan battarroq zulmlarni sodir qilganligiga shohid bo'lgan bo'lsa kerak. Bununla o'xshab ketilgan ahvollarni onun davridagi ba'zi isyonlarda ko'ramiz. Zalim hakimiyatga qarshi qo'zg'alganlar o'zlarining hakimiyati ostidagi joylarda o'zi qarshi chiqqan zulmni sodir qilishga boshlagan edi. Uni İbn Ash'as boshchiligidagi qo'zg'olonga qatnashishdan to'sgan sabab balkim bu bo'lsa kerak. Raqiblari tarafidan qori chaplanishini bilsimi, o bu qo'zg'olonga qatnashmagan edi. İbn Sa'dning Tabaqat nomli asrida bayon qilinishicha, voqea mundaq yuz bergan. Hicri 81-yili Əməvilərinin sabiq sərkərdisi və valileridən Abdurrahman İbn Əş'as, Abdülmelik və Həccacның zulmüge qarşı qo'zg'alganlarning əmri bo'ldi. Bu qo'zg'olonga Hasan al-Basrining qarindishi Said qatorliq nurg'un olimlar ishtirok qildi. Bularning ichida Mabad al-Juhani, Said bin Jubayr, Sha'bi, Abul Bahtari, İbn Abi Leyla, Ata bin Yasar qatorliq mujtahidlar bor edi. Qo'zg'olonga qatnashgan yetakchilar, qo'zg'olonchilar Emri Abdurrahman'dan Hasan al-Basri'ni qo'zg'olonga qo'shilishga qoyil qilishni, o'zligining kamisa qattiq qo'lliq qilishini talab qildi. O'zini elib ketish uchun kelgan qo'zg'olonchilardan qochgan Hasan al-Basri daryoga sakrab, ularning qo'lidan qochib qutuldi. Uning qo'zg'olon fiqhisi Abu Hanifaning qo'zg'olon fiqhisiga o'xshab qoldi. O qo'zg'olonning joiz bo'lishi uchun natijaga erishish, ya'ni tamakkun
şərtini muhim amil deb qaraytdi. İbn Əş'as qo'zg'olonida bu şərtning əmilləşməganligini ko'rgan edi. Darvaqa mo'ljalligandek bo'ldi. Mabad el-Juhani, Said bin Jubayr, İbn Abi Layla qatarlıq öz davrining mujtahidlari qo'zg'olonning bedelini jonlari bilan ütüdi. Şabi apu qilishni tilaganligi uchun hayot qoldi. Shuni unutmaslik kerakki, İbn Əş'as qo'zg'olonidan o'zini daldiga olgan İmam el-Basri qonxo'rligi bilan danqi chiqqan mashhur Hajjajning yuziga qarab turib, "Zimin ahli sendan nafratlanadi, osmon ahli sana la'nat o'qiydi" deyilgan bir zot edi. O yana hokimiyatini davomlashtirish yo'lida har qanday yomonlikdan tarp tatmaydigan mijozi bo'lgan Abdulmalik bin Marvonga har turli xavfga qaramay Qadar risolasidan iborat bir asarni yezib ivetgan zotdir. Qadar risolasi Hasan el-Basrining qiyomi, ya'ni isyoni edi. O qiyomni fikri va qalbi bilan qilgan edi. Biz ishonamizki, kurashning bu turdikisi texmi ko'p ta'sir kuchga ega va qararsizdir. Demisimi, Amaviy hokimiyati gumron bo'ldi. Lekin uning Qadar risolasi yezilib, oradan 13 asr o'tgan bugungi kunda solashgan hislarni tirildirishga taqlid, g'ururlik, bixotlik, tafriqchilik, mutaassiblik va jaholat patqiga petib ketgan zihnlarni yo'ritishni davomlashtirmoqda. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib bu kitob bu kitap 356 betlik bir kitap. Endi ikkinchi bob Qadar risolasi to'g'risida. Qadar risolasining nusxalari degan mazmun bor ekan, qadrli qarindoshlar. Bu mazmunni inshaalloh 6 soatlik tadbir yaysin darsimizda birga o'rganib o'tsak, qadrli qarindoshlarim. Bugun mendan mushunchalik inshaalloh tutgan Ramazoningni Alloh subhanahu taolo igimiz qabul qilsin. Hayotinglardagi en güzel bir Ramazan eyni ötküzüşünlerini ümit kılımız. Allah'ın özüge amanet, takdirimizni özgertiş için, takdir yani kader düşüncemizni Kur'ani kılışımız gerek kaderli qarindoshlar. Allah bizge şerhilep bergendek bilişimiz gerek. Allah'ın özüge amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.